Assalomu alaykum, Rahimberdi aka. Avvalo taklif uchun kattakon rahmat. Biz o'sha mavzu bo'yicha kelganmiz, ya'ni o'sha bitiruvchi talabalar hamda bitirib ketgan talabalarni ish bilan ta'minlash mavzusida. Sizlar 90% talabalar ish bilan ta'minlangan deb ma'lumot berdingiz. Bu raqamlar aynan qayerdan olingan? Bu raqamlar asosan o'tgan yilgi bitiruvchilarimiz to'g'risida ketyapti. Biz o'sha bitiruvchilarimizni ish bilan bandlik holatini monitoring qilish orqali bu talabalarni ish bilan ta'minlangan holatini aniqlaganmiz. Hamda bizda har yili bitiruvchilarni ish bilan bandlik, ish bilan ta'minlanish holatlari so'rovnomalar orqali aniqlanadi. Hamda talabalarimizni ish bilan bandligini mehnat bozoriga integratsiya qilingan platformalar orqali ularning ma'lumotlarini olish orqali yig'amiz hamda asoslantirish hujjatlari bilan ma'lumot chiqaramiz. Tushunarli. Ana shu ishlayotgan talabalar aynan qayerda va qaysi holatda ishlashyapti? Hozirgi kunda aynan ish bilan ta'minlangan talabalarimiz asosan o'z yo'nalishlari, o'z sohalari bo'yicha ish bilan ta'minlangan. Ya'ni bular bank, moliya tizimi, ta'lim tizimi hamda sog'liqni saqlash, bundan tashqari IT korxonalarda IT sohasi bo'yicha ish bilan band. Endi Rahimberdi aka, mana shu natijaga qanday qilib erishgansizlar? Ya'ni bitiruvchilarning 90%ni ish bilan ta'minlash ham aslida kichkina ish emas, juda ham zo'r ko'rsatkich. Aynan nimalarga e'tibor qaratildi bu bo'yicha? Bunda asosan nazariya bilan amaliyotni bir xilda olib borish juda katta foyda berdi. Bizga o'sha ya'ni 4+2 dasturi. Talaba 4 kun nazariyada, 2 kun amaliyotda o'z tajribasini, bilimini oshirishi, keyin hamda katta ish beruvchi tashkilotlar bilan bizning memorandumlarimiz borligi, hamda talabalar amaliyotini aynan o'sha o'zini sohasiga mos viloyatimizda, respublikamizda yetakchi bo'lgan ish beruvchi korxonalarda o'tashi ularni ertangi kunda ishga olib qolishiga sabab bo'ldi. Yangi o'quv yili uchun abituriyentlarni qabul qilishda aynan qanday yangiliklar kiritmoqchisizlar? Ya'ni qanday imtiyoz, qanday shart-sharoitlar mavjud? 2025-26 o'quv yili qabul jarayoniga biz ko'plab imtiyozlar, grantlar, stipendiyalar joriy qildik. Bulardan amaldagi stipendiya, grantlarimiz o'z holida qoldi. O'sha qanday bo'lsa o'sha tartibda qoladi. Unga qo'shimcha tarzda ijtimoiy reyestrda turadigan xotin-qizlarimiz uchun, ularni 4 yil, 5 yil ta'lim olishlari uchun to'lov shartnoma summalariga chegirmalar berish. Undan tashqari o'sha tumanlarda, viloyatlarda bitiruvchi yoshlarni har bir maktabda iqtidorli bitiruvchi yoshlarga ularni ham shartnomalariga har xil imtiyozlar berish hamda o'sha iqtidorli talabalarni bilimiga qarab grantlarga, stipendiyalarga tavsiya etish imtiyozlarini ishlab chiqdik. Rahmat, kelgusi faoliyatlaringga omad. Bu nodavlat oliy ta'lim muassasalari status uchun ham juda ham yaxshi ko'rsatkich. Kelganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar.